çekinmem dilimden. Hiç narsa demek yedim Xudoyim. Bir zaman ahir zaman geldi benim uyuma canım. Qo'lingizdan kelgancha yordam bersangiz bo'ldi. Bolalarım eshikda qoldi. Norasida 2 oylik, 3 oylik bolalari bilan kelinlarim eshikda qoldi. Akamiz mehribon, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, aka. Mushingiz oson bo'lsa, yana ko'rganingizdek uy polni yanib ketgan. Hozir ahvoli yaxshi emas. Men shu Qadras tuman Beshta qishloq Obod zamin mahallasining Damqumma Beshta ayaqini ikkidaylar bir Oybekdan ikimizning uyini akşam girishda o'taldi. 10-chiligini girishda qajarlar kelib bichirdi, lekin joy holatiga keldi, yashag'idin narsa yo'q buni. Bu ikki joymi bu hozir? İki joy. Yana bu usta Bekkamboyki bu. Buning endi faqat qismi yangan shibir. Aryan tarafından skrat yandı. Hayvanchasi yandı. İkisinden bir yordam bersangiz so'raymiz. İki joy. Ben taraf. Shipir polni ketgan ikisini ham. Yana ko'rganingizdek, yashag'idin bo'lmagan bu joyda. Polni ichi joyi o'zida ketgan. Achinarli holatda. Uchon tarafini o'zingiz yaxshi ko'rdingiz. Butun vajarni chiqarib berib qo'ydilar. Mana ko'ribsiz, hamma narsa yonib kul bo'lgan. Hech qaysi narsa sana kelmaydi. Bu yerda ikki xo'jalikning uyi yonib ketgan. Hozir men plastik raqam qo'yaman. İkisini ham iltimos sizlardan Xayrikson ishlarni aytadigan bo'lsangiz ham, ikkisini ham plastiklarni pul tashlashni so'radim. Necha ikki xo'jalikdan bir. Chunki ikkisini ham tashlab berishingizni iltimos etgan bo'lar dedim. Plastiklari bloklanib qoladi-da. Shuning uchun kommentariya yozib qo'yaman plastiklarini. Shu videoni yaqinlara jo'natib, yaqinlara yuborishingizni, like bosishingizni so'radim. Bu molxonasi o'zlariniki emas, ish yeri faqat o'zlariniki ekan.